Hukmdorim, mendan qarzingiz bor. Sizdan nega qarzdor ekanman? Hukmdorim, men savdo-sotiq bilan shug'ullanardim. Xonavayron bo'ldim. Har kecha yotishdan avval Allohga duo qilaman. Kecha tunda tushimda Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalam afandimizni ko'rdim. Sallallohu alayhi vasallam. Ular menga Hamidimizga ayt. Har tunda aytadigan salovat va salom va zikrni kecha aytishni unutdi. Borib ehtiyojini undan so'ra dedilar. Nima dedilar? Hamidimiz Oling birodar. Nima dedilar? Yana qaytaringchi. Hamidimiz Oling birodar. Nima dedilar? Yana bir marta ayting. Hazrati Payg'ambarimiz tushimda menga